Minecraft'dagi afsonaviy o'yinchilardan biri. Kuni kecha 1-iyulda Technoblade'ning tug'ilgan kuni bo'lib o'tdi. Technoblade'ning mashhur so'zi Technoblade Never Dies hali ham YouTube platformasida anchagina ko'riladi. Not even close, baby. Technoblade never dies. Technoblade never dies. Never question me again, shit. I don't care what he wants. Ha, undan tashqari uning so'nggi so'zlari ham mavjud. Hello everyone, Technoblade here. If you're watching this, I am dead. Bugungi videoda sizlarga Technoblade'ning hayoti va eng muhimi uning so'nggi so'zlari qanday bo'lganligi haqida aytib beraman. Uning haqiqiy ismi Alexander. 1999-yilning 1-iyulda AQShda dunyoga keladi. Alexander 2013-yilning 28-oktyabrda YouTube'da kanal ochadi va uning dastlabki videolari Hypixel serverdagi mini o'yinlar bo'ladi. Alexanderdan juda ko'p bora so'rashgan, nega aynan Technoblade va nega aynan cho'chqa skini? Technoblade so'zi Techno texnologiya, Blade esa qilich degan ma'noni anglatadi va bu nick Minecraftda PvP o'ynaydigan odam uchun juda ajoyib nick edi. Cho'chqa skinga keladigan bo'lsak, bu haqida Technoblade doimo kulib gapirgan. U shunchaki qiziqarli va yumorga boy skin qidirgan va undan tashqari bu skin orqali u boshqa ig'oklardan aynan ajralib turardi. Xo'sh, uning kasalligiga keladigan bo'lsak, u o'zining kanalida 2021-yilda kasalligi haqida aytib beradi. Technoblade 2022-yilning 28-iyun kunida vafot etadi. U o'lgan paytda u atiga 23 yoshga kirgan edi. Uning muxlislari butun dunyo bo'ylab juda ham ko'pligi tufayli uning o'lganligini juda ko'pchilik qayg'u bilan eslaydi. Technoblade qoldirgan xat keyinchalik otasi tomonidan YouTube platformasida aytib beriladi. Hozir uni o'zbek tilida bilib olasiz. Salom. Technoblade'ning otasiman. Bu videoda sizlarga uning oxirgi xatini o'qib bermoqchiman. Salom hammaga, Technoblade sizlar bilan. Bu videoni ko'rayotgan ekansiz, demak men o'lganman. Bu mening sizlar bilan bo'ladigan oxirgi suhbatim. Mening haqiqiy ismim Alex. 2016-yilda chiqqan videoda akamga meni David deb chaqirishni iltimos qilgan edim. Va bu bizning ajoyib hazillarimizdan biri bo'ldi. Shundan keyin internetda minglab odamlar menga shaxsiy savollar berishardi. "O, David, qalaysan?" O'tgan yili reklamalarni anchagina ko'paytirib yubordim. O'yinchoqlar, xoddiy va mening kanalimga obuna bo'lganingiz uchun rahmat. Aka-ukalarim endi kollejda o'qiydi. Albatta, buni xohlashsa, men shunchaki yomon aka bo'lishni xohlamadim. Shuncha vaqt mening kontentimni qo'llaganingiz uchun katta rahmat. Agarda menga mingta hayot bo'lganida ham men har doim Technoblade bo'lib qolishni tanlagan bo'lardim. Mening hayotim sizlar bilan ajoyib o'tdi. Umid qilamanki mening kontentim sizlarga zavqlanish va kulgu olib kelgan va barchangizni baxtli va uzun hayot kechirishingizga tilakdoshman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Bu oxiri. Technoblade'ni hattoki Minecraft filmida ham ozroq eslab o'tilgan. Whoa, you some kind of king? No. That's a legend. Kid? Video juda uzun bo'lmasligi aniq edi, chunki Technoblade'ni juda ko'pchilik taniydi.